Ozodaxonim Nursaidova degan aktrisamiz bor, bilasizlar. Oxirigacha ko'raylik, iloji boricha tarqatib olinglar. Ana o'sha opani klip jarayoniga meni Sabrina degan tanishimni chaqirishgan massovkaga. Qiz borgan paytda gelikka oldidan o't berasiz deb aytishgan. Eng qizig'i gelik urildi, 16 yoshga to'lmagan, voyaga yetmagan, pravasi bo'lmagan qiz o'tkazib qo'yishgan. U qiz kavukda bo'lgan. Sabrina gelikka oldidan o't o'tgan paytda qizni bosib ketgan Sabrinani. Tosh so'ylari singan 4 tonnali mashina. Hozir 9 soatlik operatsiyani boshdan o'tkazib, necha kun komada yotib, operatsiyadan chiqdi. Eng qizig'i tirik qolmaydi deb aytishgan, tirik qoldi. Bitta oyog'i 7 sm kalta bo'lib qoldi. Faqat hozir nogironlar aravachasida harakatlanyapti. Eng qizig'i bu paytda Ozoda pana komandasi iltimos hech haqqa hech narsa demay, biz o'zimiz yordam beramiz, oyoqqa turgungacha yopti qilamiz deb aytishgandi. Operatsiya paytida ham tepasida turishmagan, klipligini ovurishgan va operatsiya tugagandan keyin ham klip premyerasida biz aktrisamiz deb qizil gilamlarda bet chidab yurgan. Videoni keraklicha tarqatinglar, tegishli joylarga yetib borsin va Ozoda Nursaidova ham, rulda bo'lgan qizaloq ham va O'ttiga productionlar rejissyorlarigacha xonadonda javob berishi kerak. Chunki bitta odamni salkam o'limdan qoldirib, nogiron qilib qo'yib, mana bitta qonun oldida javob bermasdan bemalol yurishga haqqi yo'q hech kimning. Meni tanishim jonim achidi shu narsaga. Yana bitta video